Avtomobilning orqani ko'rsatuvchi ko'zgusiga qaradim qonim tomirlarimda muzlab qoldi. U yerda, orqa o'rindiqda bo'sh bo'lishi kerak bo'lgan joyda. Mendan yillar oldin vafot etgan otamning qotib qolgan, oppoq va g'azabga to'la yuzi turardi. Uning ko'zlaridagi nafrat mening jismimni tiriklayin kuydirayotgandek edi. U hech narsa demasdi. Faqatgina sovuq lablari bilan tezroq hayda. Jazolanishing kerak degandek imo qilardi. Men esa aqlini, iymonini va insoniyligini o'z akasining xotiniga bo'lgan harom ixtirosi uchun sotib yuborgan iflos bir qul edim. Va o'sha mudhish tungi avtohalokat men uchun shunchaki tasodif emas, balki arvohga aylangan vijdonimning qasosi edi. Assalomu alaykum. Hayotning eng shafqatsiz o'yinlariga, inson nafsining qanchalar tubanlikka yetaklashiga va har bir gunohning bu dunyoda qanday qonli to'lovi borligiga befarq bo'lmagan Momoni hikoyalari kanalining qadrdon obunachilari. Agar siz bizning dard, ehtiros va sirli fojialar haqidagi dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga shaytonning vasvasasiga uchib o'z jigarining nomusiga tajovuz qilgan va oxir oqibat g'ayritabiiy dahshat bilan jazolangan bir yigitning mudhish iqrorini so'zlab beraman. Bu qismat teringizni junjiktirib yuborishi aniq. Mening ismim Sardor. O'zimdan 10 yosh katta yolg'iz akam Rustam aka bilan katta bo'ldim. Ota-onamiz erta olamdan o'tishgan. Akam men uchun ham ota, ham ona, ham suyanchiq edi. U yirik tadbirkor bo'lib yetishdi. Meni ham chetga surib qo'ymadi, o'ziga yordamchi, ishonchli haydovchi qilib oldi. Eng qimmat mashinalarni menga ishonib topshirardi. Akam meni shunchalik yaxshi ko'rardiki, hatto o'zining dang'illama hovlisida men uchun alohida xona ajratib bergan edi. Rustam aka yoshi 35 larga borib nihoyat uylandi. Kelinoyimning ismi Nigina edi. U akamdan ancha yosh, ko'zlariga qarasang odamni aqldan ozdiradigan darajada go'zal, suluv bir ayol edi. Men u xonadonga kirgan birinchi kundanoq Nigina kelinoyimni ko'rib hushimni yo'qotgan edim. Bilaman, bu gunoh, bu dahshatli ifloslik. Lekin yosh, qoni qaynagan yigitning qalbiga shayton qanday o't qo'yishini faqat boshidan o'tkazgan biladi. Men unga qaramaslikka, undan uzoqroq yurishga harchand urinsam-da, u doim ko'z o'ngimda edi. Akam safarlarga ko'p ketardi. Uyda esa Nigina kelinoyim ikkimiz ko'p yolg'iz qolardik. O'rtada bolaning yo'qligi ham uyning fayzini qochirib, doimiy bir jimjitlikni, xavfli sukunatni paydo qilardi. Nigina menga doim Sardorbek ukam deb murojaat qilsa-da, ba'zan choy uzatayotganda yoki mashinada birga ketayotganimizda uning nigohlarida qandaydir sirli, olovli bir uchqun borligini sezib qolardim. Balki bu mening shaytoniy xayollarimdir. Lekin men uning har bir harakatidan mast bo'la boshlagandim. Va nihoyat, o'sha la'natlangan, meni do'zaxga tortgan yakshanba kuni keldi. Rustam aka shoshilinch tarzda Qoraqalpog'istonga ish safari bilan ketadigan bo'ldi. Men uni aeroportgacha kuzatib qo'ydim. Samolyotga chiqishidan oldin u yelkamga qoqib, Sardor, uydagilarga, kelinoyinga qarab turgin, senga omonat deb ketdi. Men uning ko'zlariga qarab, xo'p bo'ladi, aka dedim. Ammo ichimda shayton bayram qilayotgan edi. Men uyga qaytdim. Mashinani garajga qo'yib, ichkariga kirdim. Katta zalda Nigina kelinoyim oyna oldida o'ziga oro berib sochini tarab o'tirardi. Egnida yupqaygina badanga yopishib turadigan uy libosi bor edi. U mening qadam tovushimni eshitib o'girildi. Akangiz ketdilarmi, Sardorbek dedi u mayin jilmayib. Ha, ketdilar dedim men yutinib. Mening ko'zlarim uning ochiq bo'yni, chiroyli yuzidan uzilmasdi. O'sha lahzada ichimdagi barcha farishtalar meni ogohlantirdi. Qoch, Sardor. Bu sening jigarining xotini. Bu sening onang o'rnidagi ayol. Lekin iblisning ovozi balandroq yangradi. U ham seni xohlayapti, ko'rmayapsanmi? Yosh va chiroyli ayol uyda yolg'iz. Imkoniyatni qo'ldan boy berma.
Nigina o'rnidan turib, "Yuring, choy ichamiz, siz ham och qolgandirsiz", deb oshxona tomonga yurdi. Men xuddi sehrlangandek uning ortidan ergashdim. U choynakka suv quyayotganida men o'zimni boshqara olmadim. Orqasidan borib, uning nozik belidan shunday qattiq quchib oldimki, u cho'chib tushdi. "Sardorbek, nima qilyapsiz? Aqlingizni yedingizmi? Qo'yib yuboring", deb tipirchiladi u. Lekin uning qarshiligi shunchaki yuzaki edi. Men buni sezdim. Men uni o'zimga qaratdim-da, uning ko'zlariga tikildim. "Men seni sevaman. Ilk ko'rgan kunimdan beri sevaman. Men ortiq chiday olmayman", deb pichirladim. Mening olovli nafasim uning yuziga urilgandi. Uning qarshiligi butunlay so'ndi. Uning ham ko'zlarida men kutgan va qo'rqqan o'sha mudhish ehtiros yondi. Men uning lablaridan vahshiylarcha o'pa boshladim. Bizning qovushishimiz gunohlar ummonining eng iflos qa'riga sho'ng'ish edi. Men akamning yotog'iga, uning namoyon qilib qo'ygan ishonchiga o'zimning iflos nafsim bilan o't qo'ydim. Hammasi tugagach, biz yotoqning ikki chetida o'tirardik. Nigina yuzini yopib ovozsiz yig'lardi. Nima qilib qo'ydik? Men endi Rustam akaning ko'ziga qanday qarayman? Qanday yashayman bu isnoq bilan, deb ho'ngradi u. Men o'z qilmishimdan qoniqish hosil qilgan shaytondek sovuqqonlik bilan dedim, "Hech narsa demaysan. U bilmaydi. Endi sen faqat meniksan." Men xonadan chiqdim. O'sha g'alabamni, go'yoki dunyoning eng go'zal ayolini qo'lga kiritganimni nishonlash uchun shahardagi tungi klublardan biriga bordim. 1-2 soat o'tirdim, ichdim. Lekin men mast bo'lmadim. Mening ongim o'ta tiniq, faqatgina ichimda dahshatli bir yovuzlik bor edi. Yarim tunda klubdan chiqib mashinamga o'tirdim. Ko'chalarda odam siyrak. Men mashinani o't oldirdim. Qanday baxtliman, deb o'ylardim. Lekin aynan shu lahzada orqani ko'rsatuvchi ko'zguga qarab aql-hushimdan aryozdim. Orqa o'rindiqda men bilan birga yillar oldin qabrga qo'yilgan otam o'tirardi. Uning yuzi o'likdek oppoq, ko'zlari esa xuddi olovdek qip-qizil yonardi. U g'azabdan qaltirardi. Uning o'lik nigohi to'g'ri mening ko'zlarimga sanchilgan edi. Men dahshatdan chinqirib yubordim. Tormozni bosmoqchi bo'ldim, lekin oyog'im menga bo'ysunmasdi. Men yana ko'zguga qaradim. Otam o'rnida endi. Qandaydir qop-qora, yuzi burishgan, ko'zlari o'yilgan maxluq menga qarab jilmayardi. Bu shaytonning o'zi edi. "Tezroq hayda. Gunohing uchun keldim", degan sovuq va qonli bir ovoz butun mashina ichini tutib ketdi. Mening qo'llarim rulga yopishib qolgan, mashina esa o'z-o'zidan 180 kilometr tezlikka chiqib ketgandi. Men yig'lab, "Yo'q, iltimos Xudoyim", deb dod solardim. Lekin oldinda katta bir beton devor ko'rindi. Men faqatgina bitta narsani, o'zimning qanday maydalanib, ezilib ketayotganimni anglashga ulgurdim, xolos. Men o'sha tunda o'z jinoyatim, o'z akamga qilgan harom xiyonatim evaziga avtohalokatda tilka pora bo'lib o'ldim. Hozir men gapirayotgan bu iqror. Jasadim tuproqqa qo'yilgach, mening azob chekayotgan, olovlarda yonayotgan ruhimning nolasidir. Ha, men o'ldim. Ertasi kuni meni o'zim ota-onam yotgan qabristonga la'natlar bilan dafn qilishdi. Akam qon yig'ladi. U mening qanday iflosligimni bilmay, ukasidan ayrilganiga faryod qildi. Ammo hikoya bu bilan tugamadi. Nigina kelinoyim men bilan bo'lgan o'sha tundan keyin qattiq ruhiy dahshatga tushib qoldi. U mening mashinada majaqlanib o'lganimni eshitib butunlay aqldan ozdi. U har kecha tushida meni qonimga belangan holimda ko'rar ekan. Men uning oyoqlaridan tortib, "Sen ham men bilan do'zaxga yurasan", deb chaqirar ekanman. Oradan bor yo'g'i 8 kun o'tib, Nigina o'sha qonli yotoqda qo'rquvdan yuragi yorilib, joni uzildi. Azizlar, bu olamda hech bir gunoh jazosiz qolmaydi. Shaytonning olovi bir zumgina yondiradi, lekin uning kulida siz abadiy azob chekasiz. Qoningiz bir bo'lgan jigar.
Sizni ishonib uyga kiritgan insonning nomusiga qarab aslo ko'z olaytirmang. Hirs va shahvat o'z vaqtida to'xtatilmasa, u nafaqat oilalarni, balki insonning ikki dunyosini o'lim va do'zaxga yuzlantiradi. Siz mening dahshatli va qonli qismatim haqida nima deb o'ylaysiz? Agar ushbu mudhish iqrorim sizning qalbingizni larzaga sola olgan bo'lsa, videoga like bosing va Momoni hikoyalari kanaliga obuna bo'ling. Izohlarda o'z nafratingizni, fikrlaringizni yozib qoldiring, toki boshqalar mening xatoyimni takrorlamasin. O'z iymoningizni va vijdongingizni asrang. Xayr.